Hammaga assalomu alaykum. Xiva Kosmoboddan. Bugungi videomizda 180 kvadratli kottejimiz sotuvga chiqib turibdi. Ikkita kottej, biri sotilgan uglovoy, shuni ikkinchi kotteji hozirda sotuvda. Endiga keladigan bo'lsak, 11 16 bo'ladi. Bu yerda ko'rib gaz, svet, suv hamma narsasi bor. Даже eshiklarni ham ko'rib turganingizdek demir darvozalari qo'yilgan, oyna eshiklar hamma narsasi tayyor. Dokumentlarda hech qanday muammo yo'q. Gelinglar azizlar, bu videomuzda içinde polni işlerini obzor etib ko'rsatib o'tamiz. Bir like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kommentda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Video boshida narxini aytib o'tamiz. 33 ming dollardan kelishiladi. Ekranda eganing nomeri. Dokumentidan hech qanday muammosi yo'q. Notariusda oldi-sotdida hisob-kitob etaverasizlar. Kirib kelaverishlaringizda berimizde bir maşın koyuş için acayip kana. Xalasanızda belə bir tapçan koyup yazı günü oturadan mücahit koysazlardan bolar. Shipper boğan, uylarımız üstlerimiz shipper boğan. Bir de taşkı hacatxanası var, kanalizasiyası həmməsi var. Eğer de belə tapçan koymasanız da maşınlarına gelip benim olab sığdırıp koyaveresizlər. Hörmətli yurttaşlar, bu görüntüdən divalınız hazırca bu devaldan yeni balandroq ko'tariladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, uy bo'yi bilan bir xil bo'ladi. Uylarimiz ham sifatli eshiklardan qo'yilgan, ko'rib turganingizdek giraverish joyimizda. Demak, zamonaviy eshiklarimiz. Uyimizga kirib kelganimizdan, uyimizda 2 dona spalnya bo'ladi, bitta zal. Birimiz proxojniy bo'ladi. Birimizda umalik, qo'l yuvish joylari. Uyimiz 100% pishgan karushdan do'stlar. Patologimiz ko'rib turganingizdek betondan polni utepletel bo'lgan hamda bo'yina keladigan bo'lsak 330. Xonadonimizga kirib kelganimizdan chap tomonimizda bizning bir katta zalimiz bo'ladi. Ayna kapıları, taşkı ayna kapıları koyulgan, elektrik simleri hammalari o'tgan, televizorun ikine de kep koyulgan. Ve atapleniyasına keladigan bo'lsak, registr torbalardan polностью hammasi kelingan bir stendli kotel bilan torbalarni qo'yib beraverasizlar. Plus yana bitta joyini aytaman. Uyimizga kirib kelaverishimizda proxojniy hamda bir dalan, kuxnya ve banisi çopli pol bo'lgan. Chap tomonimiz katta zal, girib kelaverishimizda katta bir bizning hol, dalanimiz bo'ladi. Bizning dalanimiz ham kattagina, eng bo'yini keladigan bo'lsak 330, har bir xonamizning o'zini mana ventilyatsion joylari bor. Elektrik montajlari ham beri bitgan. Ko'rib turganingizdek, bedan uji torbalari o'tgan, ko'rib turibsizlar. Berimiz katta hol. Va holdan o'ng tomon o'tadigan bo'lsak, berimiz bir spalnyamiz. Spalnyamiz ham oynalari qo'yilgan. Bera bir eshik qo'yib bersangizlar, torbalari o'tgan. Elektrik simlari har bir xonamizniki uji tayyor. Katta holimizdan chap tomonimiz yana bir spalnyamiz. Hammalarimiz eslatib o'tamiz, 100% pishgan karushdan bo'ladi. Bellarimiz simlar o'tgan. Va bizani berimiz sanuzel. 2'ye 2. Даже turbalarından o'tgan. Diyanimiz, hurmatli yurtdoshlar, kuxnyamiz aytib o'tganimdan chopli pol nalari o'tgan. Shlankalari o'tgan. Kuxnya, keyin dalan va kuxnya bir zalimiz, to есть giraverish joyimiz chopli pol bo'lgan.
Kuxnyadan bog' tomoni chiqadigan bo'lsak. Bog' tomonimiz ham 11 2 metr bo'ladi. Bu yerda nima qazilgan? Skvajina qazilgan suv. Bu tomonda yana yashil bog'larimiz ham bo'ladi. Ekranda egana nomeri do'stlar, ko'rib turganingizdek, bir hozir korobka holatida, bu yerda yana ekrandagi narxdan kelishsa bo'ladi.